Assalomu alaykum. Qo'zi qo'chqor barra qo'sh qo'zlari. Mana 2025-yil barra qo'zilaridan arzonrog'idan kerak deganlarga haftasiga shishanba. Hop 13-may. Xudo xolasa qo'ylarimiz bir savdoga bir joyga 1.400.000 dan jo'nataramiz. Bitta qo'chqor, ikkita sog'liq komplekt. Bu qo'ylarni ololmaganlar bitta like, obuna bo'lib qo'ysa, yana birinchi sholaga yetib boradi. Bu qo'ylar baxsalang chiroyli narsalar bo'ladi. Mana qo'yni qaranglar. O'ta toza. Buni kuzatib turaversanglar, menda nihoyat arzon shu 1 millionliklargacha chiqadi. Buni qarang bo'ladi. Bitta qo'chqor, ikkita sog'lom mana dumbalari. Emlangan, yeb ichishlari zo'r. Umarxon. Buni dastovkalari qaygacha? Ha, bu doim dastovkalar Toshkentgacha bo'ladi. Farg'ona, Namangan, Andijon. Ha? Oxiri narxi shu 1.400.000 danmi? Bo'ldi, 1.400.000 dan mana. Garantiya ekan qo'ylarga bir hafta. Nihoyatda toza. Like bosib, obuna bo'lib qolsizlar, akalar. Inshaalloh. Arzon endi bu yil qo'ylar qimmat bo'lyapti. Shuning uchun ilojini boricha shu 2 millionga yetmagan qo'y olsalaring, kuziga ash qo'ylar 3 million bo'ladi-da. Mana shu ko'kni o'zini yeb bo'ladi. Uni sizlar yer yong'oqlar sotib olib 50.000 dan, makka sotib olib kilasini 6.000 dan. Hop kipak emas, ko'kka baqasizlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Mana qo'ylar ko'ryapsizlar. Men hozir yana navbat bilan chiqaraman inshaalloh. Ko'rasizlar, yoqqa odam aloqaga chiqib yuborishadi. 1.400.000 dan dastovkalar Andijon, Farg'ona, Toshkentgacha.